Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Bekenuz va men bugun mana bu Jamaldan to Ronaldogacha o'ynayman. Menda Luka Modric bor. Men hozirgina o'ynadim va men bugun sizlarga mana shu o'yinni ko'rsatmoqchi emasdim, lekin men ham qiziqaydim, lekin topolmayman va noxush o'ynamoqchi bo'lib turganimda shu o'yin chiqdi. O'ylab qoldim. Men bugun Ronaldogacha borishni harakat qilaman. Ronaldoga borish qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Absolutно qiyin. Mana men keyin ham oldim Harry Kane'ni. Mana bu yerda men cho'ta o'tirmayman. Nima bo'lyapti bilmadim. Ibi kallam qursin. Men polni tezligini qo'yaman. 42 tezligini qo'yaman. Uni tezlik bilan bemalol o'tib ketganimku. Bundan ham o'taman. Yopilib qaytib ochilsam ungacha. Hoppa. Va men 100 ta nimaga ham kelib oldim. Arqadan podkast tashamasa bo'ldi. Va men 150 ta kubikcha beradigan joyga ham kelib oldim. Men qaniydir 150 ta kubikcha esa короче kubikcha. Aka, sen nechiga kelding? Nechta kubikcha berasan senga? Mana 150 ta beradi. Men keyin olmadim. Mana 150 ta beradi. Hemen keyin yo'q qo'yay. Keyin Modricdan zo'r. O'shanga men keyin yo'qdan. Ikkinchi qismini ham chiqaraman deb o'ylayman, chunki vaqtim yetmaydi. Chunki menda hozir 49 vaqtim yetishi mumkin. Короче, do'stlar, menga obuna bosinglar. Chunki bittagina obunam bor. Mana shu bora bezor qoldi durishim. 200 tadan beryapti. Anchasi. Do'yim men tushaman deganda hamma narsa yomon bilan. Büyük patlaç.
Koç. Bundan yeme. Короче, yana men havamda olaman. Lekin men havamni kiymayman. Çünkü o yüz veradi. Harry Kane ise короче, друзья, бекон из огня. Vame Zör YouTube kanalda olan tabiat sarguzashlari. Bunda videosu yo'q, lekin bitta o'rnatish bor yaqinda. Qanqandir chumoliga uy quraygan. O'shanga ham o'rnatdim. Obuna bo'lsingizlar. Hozir mana bu yerda o'ylab qo'laman bilet. Bu ona nima bor? Ha? Nima bu? Короче, do'stlar, men bunday bo'lgan ikkinchi qismini hammaga xayr.